بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli qarindaşlar, arqatımqidek bugunmu her ayının birinci haftası Cuma günüdeki aylık söhbetimizni başlayımız. Söhbetimizni inşallah Kur'an-ı Kerim bilen başlayımız. Silamo iştin keldanlar yerip çarçap şunu uzatıp atmaslık için kısa şekilde birinci Kur'an bilen onu denken bir 10 minutluk hüccetlik bilim körüsler. Bu söhbetimizin məzmunu 1997 yılı Golcuda 5. fevralda günü yüz bergen vaqa qırğınçılıq Xitay jallarlarının qırğınçılıqda ölüp ketken şehitlerimizni əsləş teliki bilen aşu şehitlerimizni hatırlaş mavzusu bu. Bunu bilen başlayımız. Onu denkin hüccetlik bilimdenkin Musacan bu vaqalikka münasibetlik jaryan hakkında kısaca toxtulup ötüdü. Onu denkin Abdülkadir Kam gaqib durdu. Şunu bilen söhbetimizni ahırlaştırmız. İsmail Qarim sizni Kur'an-ı Kerim okup berişke teklif qilma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. İsmail Qarim'den Allah razı olsun. Okugan ayetim hakikaten de bu Allah yolunda şehit bolğanlarının ulanı şehit bolğanlarını
gerçi bizning ko'zimizda o'lgan hisoblansimi, ularga nisbatan o'lik hisoblanmaydiganligi, Allohning huzurida rizq berildiganligi, ularning mushu keyin o'zidan keyinda qilib qolgan, ya'ni dunyoda qilib qolgan qarindoshlari uchunmi mushunaq yaxshilik, bu Allohning huzuridagi ne'mat nimani ko'rgandan keyin buning ularga xavf, qo'rqinch, bunda g'amkinlik, bunda qayg'urishning yo'qligini boshqalarning bilishini xohlab, mushuna oqidan izini, ularning izini to'xtamay kelishini arzu qildiganlik mazmunda bu oyatlarni o'qidi. Haqiqatan da bir hadisdimi şehit bo'lganlar Allah Taalaning huzuridagi bu ne'matni ko'rgandan keyin yana dunyoga biz qaytsak, biz tirilsak, qaytsak, yana Alloh yo'lida mushunaq shehid bo'lib kelsak-kan deb qat-qat mushundaq yana berib, yana shehid bo'lsak, yana berib, yana shehid bo'lsak deb mushu arzuni qiladiganligi hadisning mazmuni. Ya'ni Alloh Taolaning yo'lida kurash qilgan, jihad qilgan, mujodala bergan, bu yo'lda aziz mollarni, jonlarni qurbon qilgan har qanday bir mu'min musulmonninki ajri bekorga ketmaydiganligi asosan bu oyatlarninki nimasidan chiqadi. Ammo bizmi Sharq Turkiston ulug' vatanimiz, ashu vatanimizdan biz muhojir bo'lib, mushu chet ellarda mundaq g'erib sargardon bo'lib yuryapmiz. Ammo bizmi shu vatanimizni qutquzsak, zulmdan qutquzsak, o'zimizningki dinini erkin yashash imkoniga ega bo'lsak degan umid bilan, arzu bilan shunaq chet ellarga chiqib, bu chet ellarda yashab, shu mujodala uchun bir kishilik hassimiz bo'lsa deb mushu nimada yashayapmiz inshaalloh. Buning uchun bu bizningki bizdan burun o'tgan bu ulug' vatanimiz Sharq Turkistonning qutulushi yoki u yerdagi bo'lgan zulmga qarshi qurban berilgan issiqjonlarni, ashu qarindoshlarimizni aslash, ularning izidan mengish va bu mujodalani bizdan keyingi nesillerge, bizden keyingi avlodlarga mushunda bu mujodalani to'xtatmay davom qilishni bularga yetkizish bizning majburiyatimiz. Bu bosh tortib bo'lmaydigan imoniy majburiyatimiz. Shuning uchun ularni davomli aslaymiz. Aslashda bizga bu nima uchun biz bu holda nima uchun bizim bu ular aşındaq issiqqonlarni, aziz tatliq mallarni bu yo'lda qurban qildi, bu yo'lda sarf qildi. Buni aslash orqali biz buningdan ilhom olib, bizmi mush yo'lda mushundaq iroda, qat'iy iroda bilan ashlarninki izdan minishqa bizga ilhom bo'ldi. Buni aslashda, xotirlashda. Chunki Qur'on Karimda bizning burunqi ummatlarninki, burunqi payg'ambarlarninki voqeliklar so'zlandi. Nimishqa? Buningdan o payg'ambarlarning qavmlari to'g'ri yo'l payg'ambarga erishib, mangallar qandaq nijotlikka erishdi, qaysi mukofotga erishdi. Erishmaganlarchu qaysi zalolatda qoldi, qaysi gumrohlikda qoldi, qaysi halokatga yo'liqdi keyin. Ba'zilariga yer ko'mtirildi, ba'zilarini yer yuttirdi, ba'zilarini suv bostirdi. Mushuna qilib Alloh taolo bu dunyo sinoq dunyosi bo'lgandikan, bu ashu payg'ambarlarninki nimasi Qur'oni Karimda payg'ambarlarninki qissalarini bizga bayon qilishi Alloh taolaning. Sizmi ashu buningdan o'ginib, buningdan ibrat elib, ashla tushib ketgan xatolikqa, gumrohlikqa sizmi tushmay, buningdan ibrat elib, to'g'ri yo'lingizni tepib menging degan bo'ldi.
Ama bizim bu Türkistan, Şarkı Türkistan mücadelesinde bizden burun ülep ketken, şehit boğan, bu yolduk ıssıqçalarının qallarını qurban bergen qeyrindaşlarımızın əsləş arqılıq, xatırlaş arqılıq bizim aşılarının izdin minişqa tirişimiz inşallah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Musacan bu vaqalikka munosabatlik jarayon haqida qisqacha to'xtalib o'tadi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun bu yerda biz G'o'lji qirg'inchilikni 16 yillik munosabati bilan xotirlab o'tiribmiz. Men bu munosabat bilan o'tganda shu G'o'lji qirg'inchiliqning boshlanish jarayoni, oxirlashish oqibatlari to'g'risida tayyorlagan bir maqolani huzuringizga sunmoqchi. Chunki buningda biz qanday boshlandi, qanday oxirlashdi, uni har xil anglagan bo'lsaqmi, uniki haqiqiy manbalari o'xshash emas ko'z qarashda bo'lganki, men biroz shu to'g'risida sonliq ma'lumotlarni yig'inchoqlab tayyorlab kelgandim. Shuni huzuringizga sunmoqchiman. Xitoy kommunist hokimiyati vatanimiz Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olgan 1949-yildan boshlab ta hozirgacha xalqimizni bosh ko'tartmay zulm qilib bostirib kelmoqda. Xalqimiz ig'ir kunlarni beshdan kechirdi. Nurg'un olimlarimiz, ziyolilarimiz o'ldirildi va turmaga qamaldi. Tarixiy asarlarimiz ko'ydirildi. Madras va masjidlarimiz to'ng'iz boqadigan ig'ilga aylantirildi va yoki chiqib o'tildi. Xitoy ko'chmanlarni vatanimizga yerlashtirib, xalqimizning mol-mulki, yer-makonlarini tortib oldi. Majburiy planliq siyosat yurgizib, dunyoga texi ko'z ochmagan nurg'un buvoqlarimizni onning qornida o'ltirib yo'q qildi. Xitoyning bu vahshiyona qilmishlariga chidab tura olmagan bir turkum ilg'or yoshlar 1990-yili Bariniyasida Xitoyga qarshi qurolliq harakat qildi. Bu harakat Sharqiy Turkistonning butkul shahar rayonlariga ta'sir ko'rsatdi. Bu harakat xalqni g'aflat uyqudan uyg'otdi. Sharqiy Turkiston xalqiga kimning do'st, kimning dushman ekanligini ko'rsatib berdi. Ozodlik, hurlikka intilish irodasini kuchaytirdi. Barin inqilobidan keyin xalqda Xitoydan iborat dushmanga qarshi uyg'onish paydo bo'ldi. Qalbida g'azab nafrat o'ti lavildab yondi. Xitoy ishg'olchi kommunist hokimiyati bilan Uyg'urlar orasida do'st bilan dushman, zolim bilan mazlumdan iborat ikki saf ayirish vaziyati shakllandi. Tarixda bir qancha qitim Sharqiy Turkiston milliy ozodlik ko'rishining markazi bo'lgan G'o'lji shahri va uning atrofidagi vatanparvar yoshlar 1994-yildan boshlab Xitoy mustamlikchilarining Uyg'ur yoshlarini ishsiz qoldirib qolmasdan, balki ularni axloqiy jihatdan chiriklashga, ya'ni zaharlik chekimlik va ichimlikka mubtalo qilishdak qilmishga taqobil turib, yoshlarni vatan va millat suyar qilib tarbiyalash maqsadida ilmiy mashrabini jonlantirib, yangi mashrab so'rinlarini tashkillab, yoshlarimizni vatanparvarlikka va go'zal axloqqa da'vat qilishga boshladi. Lekin ko'p o'tmay Xitoy doiralari buningga to'sqinlik qilib, cheklashga urindi. Yoshlarning tanharakat faoliyatlari jumladan futbol komandalari tashkillanib, musobaqa faoliyatlarini o'tkazish harakatimi to'sqinlikka uchradi. Qisqasi, yoshlarning bu xil harakatlari ma'ni qilindi. Ko'p sonda yoshlar Xitoyning bu qilmishlariga norozi bo'lib, dardini ishiga yutib turgan bir vaziyatda, ya'ni 1997-yili 2-oyning 4-kuni kechasi G'o'ljida Ramazon oyining qadr kechasi munosabati bilan ibodat qilish maqsadida to'plashib, Qur'on o'qiyotgan bir guruh ayollarni Xitoy soqchilari tutib opirib turmaga qamab qo'ydi. Diniy ibodatni ado qilishdan boshqa hech qanday bir maqsadi bo'lmagan bu ayollarning bir qanchasi shu yerda Xitoy soqchilari tomonidan qattiq urilgan. Bir qancha ayol tayoq zarbasidan o'lib ketgan.
xalqimizning bir yerga to'plashib qilishidan o'ligidek qo'rqadigan ishg'olchi kommunist Xitoy hokimiyati xalqimizning bir yerga jam bo'lib suhbat faoliyat ilib berishni cheklaydi. Shu sababdan qadr kechsa ibodat qilish uchun to'plangan ayollarni tutib turmaga qamab qattiq urib qiynagan. Bu xurliqqa chidamagan g'o'lji yoshlari 5 fevral kuni tinch namoyishga chiqib, tartiblik holda shahar markazidagi hokimiyat idorasi oldiga kelganda 7-800 atrofidagi Uyg'ur yoshlari Xitoylarning muntazam armiya saqchi, Bingtuan qismlari, bexatarlik kuchlari va jasuslarining qurshoviga aylandi. Ve urup sokup qarşılık ko'rsatganlarni etib o'ltirib, hayat qolganlarni tutib mashinaga besib turmaga olib mangdi. Shu kunlar bir qancha yuz odam va etib o'ltirildi, ya'ni shahid bo'ldi. Qish kuni sovuq suv chechib hamda tutilganlarni sovuq joylarda qamab qo'yib, bir muncha odam to'nglab shahid bo'ldi. Bu vahshiylikni anglagan va ko'rgan shahar aholisi g'azablanib, ertasi 6 fevralda minglagan kishi ko'chaga chiqib namoyish qilib, bu vahshiylikni aybladi. Hamda nahaq qamalgan yoshlarni qo'yib berishni talab qildi. G'o'lji xalqining bu o'rinliq talbiga quloq solish o'rniga Xitoylar avtomat va pulemyotlardan o'q chiqarib, qurolsiz xalqni o'q yomg'iriga tutdi. Buni ko'rgan namoyishchilar qo'ldan kelishicha qarshilik ko'rsatib, bir muncha Xitoy askarlarini jazo oldi. Lekin zo'r muntazam armiya va saqchi qismlari xalqni qirg'in qilish orqali namoyishni qonliq bostirdi. 2 kunlik qirg'inchilikda ba'zi ma'lumotlar bo'yicha 150 dan ortiq Uyg'ur yosh shahid qilindi. 400 dan ortiq yosh yaralandi. Ba'zi manbalarda shu qatimliq to'qinishda 400 dan ortiq qarindoshlarimiz shahid bo'ldi deyilgan. Yana boshqa ma'lumotlarga asoslanganda buningdan bir qancha hassa ko'p sonni ko'rsatdi. G'o'lji ko'chalari yana bir qatim qonga bo'yaldi. Shu kunlarda Il viloyatida taxminan 5000 butun vatanimiz bo'yicha 20 ming Uyg'ur tutilganligi ma'lum bo'ldi. Xalqaro qonun belgilanmalarini oyoq osti qilayotgan Xitoy bosqinchilari hatto yordamlarni davolashdan bosh tortib, har qanday tibbiy yordam ko'rsatishni ma'ni qilib, alohida buyruq tushirgan. Natijada nurg'un Uyg'urlar qansirab yoki tibbiy yordam ola olmay shahid bo'lib ketgan. Nurg'ulg'an yoshlar izdiraksiz yo'qolib ketgan. Turmalarda qiynab azoblash shu darajada og'ir bo'ldiki, qiyin qistoqlarni ko'rgan ba'zi saqchilar chiday olmay xizmatlardan istifa bergan. Ishg'olchi Xitoy doiralari o'zlari qilgan qirg'inchilikni oz ko'rib, tutilganlarni turkum-turkumlab o'lim jazosiga hukm qilib etib o'ltirgan. 1000dan ortiq Uyg'urni sotib topshirmasdan 1997-yil 12-oyning 9-kuni hammasini biroqla o'q tutib shahid qilgan. Qo'lida qurol bo'lmagan Uyg'ur yoshlar to'liq qurollangan Xitoy askarlari bilan to'qinishib, qonunliq o'zini qo'g'dashga o'rnagan bo'lsa-mu, qirg'inchilikdan qutula olmagan. Birinchi turkumda shu yili aprelning oxirlarida Yusuf Tursun qatorliq 3 nafar yoshni urush, bulash, cheqish, ko'ydirishdek atalmış aktiv rol oynagan degan bo'htan tuhmatlar bilan o'limga hukm qilgan. Ularni etishga ilib manganda yo'l bo'yida turib alvida deb vaqirgan yuzlagan Uyg'urlarga Xitoy harbiy saqchilari o'q chiqarib o'limga hukm qilganlarni qutqizishga o'rindi degan bahona bilan gunohsiz 3 odamni shahid qilgan. Mana bu Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga naqadar dushman ko'zi bilan qaraydiganligini, fursat topsa o'ltirib yo'q qilishni maqsad qildiganligining ifodasi. İkinci turkumda yana shu yil 7-oyda G'afar Talat qatorliq 9 nafar yoshni shundoq tuhmatlar bilan etib shahid qildi. Fevral inqilobining yetakchilaridan Abduxalil Mejid va Abdumejid Abdurahmonlarni Chapchaldagi suv turmusida 3 yil dahshatli qiynab shahid qildi. İbrahim İsmail fevral inqilobining parda orqasidagi rahbari biri deb ayblanib G'o'ljida cho'ng doirada hukm e'lon qilish yig'ini ichib butun shaharda harbiy holat, havoda tikuchar harbiy aeroplanlarning, yerda tanka, bironitlarning qurshovida o'lim jazosiga hukm qilib, shahar sirtida etib shahid qilgan. Bu xil o'limga hukm qilish ili tavasida necha yil davomlashdi. 1999-yil 21-sentabrda Il viloyatlik sud mahkamasi tomonidan 30 nafar Uyg'urga hukm e'lon qilindi. Ulardan Nurahmat Niyaz, Qurbonjon Husayn, Turg'on Saydulla o'lim jazosiga hukm qilinib, darhol shu yerda ijro qilingan. Mehmonjon Ahmad qatorliq 7 Uyg'urga 2 yil kechiktirib etish o'lim jazosi berilgan. Yusufjon Ablis qatorliq 4 kishi umrvoyatlik qamoq jazosiga, qolganlar 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Bundaq o'lim jazolari Il viloyatidan boshqa Urumchi shahri, Qashqar, Aqsu, Xotan, Turpan viloyatlari, Baynug'ul oblast qatorliq joylarda ko'plab elib berildi.
5 fevral G'o'lji vaqasidan boshlab 2000 yilning oxirigacha Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida 1400 dan ortiq Uyg'ur siyosiy sabab bilan o'limga hukm qilinib, qurol bilan etib shahid qilinganligi ma'lum. Bu qarindoshlarimiz zulmga, nohaqchilikka qarshi chiqqanlik uchun shahid qilindi. Rabbim Allah, dinim Islom, imonim Qur'on deganlik uchun shahid qilindi. Ularning shahid bo'lganligida hech qanday shak yo'q. Garchi ular dushman kuchlik va zamonaviy qurollar bo'lsa-mo, ko'krak kerib maydonga chiqishga turtki bo'lgan omil zulmga qarshi turish, nohaqchilikni qabul qilmasdan iborat iymoniy kuch va ruhiy iroda ularni maydonga chiqardi. Ular dushmanning qurolli kuchlariga parvo qilmadi. O'lib ketadiganligini bilib turib, zulmga qarshi turishdan iborat hayot prinsipi bo'yicha maydonga chiqdi va shahid bo'ldi. Peygamber İslam'ның şehitler doğrusu bayan qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: kimki mal mülkünü qo'g'dash yo'lda o'ltirilsa shahid bo'ldi. Kimki dinni qo'g'dash yo'lda o'ltirilsa, kimki jinni ya'ni hayotini qo'g'dash yo'lda o'ltirilsa shahid bo'ldi. Kimki iffat nomusini qo'g'dash yo'lda o'ltirilsa shahiddir. Peygamber İslam yana bir hadisida kimki nohaq o'ltirilsa shahid bo'ldi deyilgan. 5 fevral G'o'lji vaqasida Xitoy jallatlar tarafidan qirg'in qilingan qarindoshlarimiz o'zlarining dinni qo'g'dash, hayotini qo'g'dash, oilasini va vatanini qo'g'dash yo'lida shahid bo'ldi. Nohaqchilikka qarshi chiqib shahid bo'ldi. Shuning uchun ularning shahid bo'lganligida hech qanday shak shubha yo'q. Alloh taologa nisbatan shahidlarning martabasi yuqori. Alloh taolo Qur'on Karimda shahidlar to'g'risida mundaq dedi: Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb hisoblamanglar, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqidan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atdigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turiladi. Alloh o'zining va'dasi bo'yicha shahidlarni jannatdan iborat abadiylik huzuriga erishtiradi. Garchi ularning jasadlari zolim kuchlarning oyoq ostida yenjilgan bo'lsa-mo, ularning ruhi osmonga ko'tarilib, Allohning mukofotiga erishadi. Ular hargiz mag'lub bo'lmaydi. Chunki tang kelinmaganligini, qon to'kilganligini bilib, ko'rib mag'lub bo'ldi deb o'ylab qolmasligimiz kerak. Amniyatda ular shahid bo'ldi. Allohning mukofotiga va abadiylik hayotga, jannatdan iborat oliy o'ringa va huzurga erishadi inshaalloh. 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligi fashist Xitoy hokimiyatining yillardan beri Uyg'urlar ustidan davom qilayotgan sistemli qirg'inchilikni ochiq yurgizgan paketlardan biri. Qo'rqitish, bostirish va o'ltirishni asos qilib qurilgan Xitoy diktator kommunist hokimiyati vahshiyona qirg'inchilik jinoyat ishlab, davlat terrorlikni dunyoga ko'rsatdi. Men 19 G'o'lji inqilobi bo'lsa, ya'ni G'o'lji jihodiy harakati, G'o'lji qirg'inchiligi deb har xil nomlar bilan atilib kelyotdi. Xalqni ozodlik va hurlikka chaqirdi. Sharq Turkiston xalqining qulluqqa, zulmga bosh egmaydiganligini dunyoga ko'rsatdi. Xitoyning 63 yildan buyon Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosatlarini yo'qqa chiqardi. Ya'ni Xitoyning Uyg'ur xalqini tubdan assimilyatsiya qilish, yo'q qilish siyosatining mag'lubiyatga uchraganligining bishoratini ko'rsatdi. G'o'lji qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligiga o'xshashla dunyoga Uyg'ur xalqining texi mavjud ekanligini, Xitoyning ishg'oliyatini hech qachon qabul qilmaydiganligini, hur davlat qurish irodasining texmo eshiyotganligini, dunyodagi mustaqil davlatlar qatoridan o'rin olishdan iborat milliy irodasi uchun hamma narsadan, hatto aziz jindimi voz kechadiganligining signalini berdi. Chunki dunyoga tahdid bo'layotgan Xitoy kommunist hokimiyatidan iborat cho'ng kuchga qarshi qo'lida hech qanday qurol bo'lmasa-mo, ko'krak kerib maydonga chiqdi va shahid bo'ldi. Shahidlarning qani hargiz bo'sh oqmaydi. To'kilgan qonlar yerda qolmaydi. Tarixdan buyon ona vatan Sharqiy Turkistonni qo'g'dash yo'lida to'kilgan aziz qonlar hargiz yerda qolmaydi. Qon to'kilmaguncha vatan ozod bo'lmaydi. Barında, G'o'ljida, Urumchida va Sharqiy Turkistonning har qaysi shaharlarda cho'ng-kichik bo'lib nurg'un voqealar yuz berdi. Zulmga qarshi harakatlar bo'ldi. Ko'plagan qarindoshlarimiz shahid bo'ldi yoki turmaga qamaldi. Mushundaq vaziyatda biz Sharqiy Turkistonliklar nima qilishimiz kerak? Bo'libmi, hur va erkin dunyoda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklarning beshiga qandaq mas'uliyat yuklanadi? Albatta bizmi qarab turmasligimiz kerak. Kuch birlik hosil qilib, erkin dunyoda qila oladigan barliq imkoniyatlardan foydalanib, harakatga o'tishimiz kerak bo'ldi. Chunki shahidlarning irodasi, orzu, armonlari va issiq qonni to'kib, jannat pido qilishi
ozodlik, hurlik va mustaqillikdan iborat ulug'vor g'oya maqsadlari biz hayot qolganlar uchun omonat shaklida miros qiladi. Bu mirosga ega chiqish biz hayot qolganlarning majburiyati. Buni biz xohlasaqmi, xohlamsaqmi qilishga tegishli bir iymoniy, vijdoniy majburiyat hisoblanadi. Shuning uchun biz hur dunyoda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklar zulm ostida qolgan qarindoshlarni zulmdan qutuldirish va ona vatanni ozod qilib, hur mustaqil yashash yo'lida jannat pido qilib shahid bo'lgan shu qahramon o'g'il qizlarimizni eslash, xotirlash bilan birga ularning izida minib, ular yetilmagan g'oya maqsadlarni amalga oshirish uchun imkoniyatning yetishicha tirishchanlik qilishimiz kerak bo'ladi. Bu o'zini Uyg'ur, musulmon, Sharqiy Turkistonlik deb hisoblaydigan har bir shaxs va tashkilotlarning bosh ko'tarib bo'lolmaydigan milliy, diniy, imoniy va vijdoniy majburiyati hisoblanadi. Shuning uchun hozir g'aflat etish emas, uyg'onish vaqti. O'zining bir kishilik turmush uchun emas, vatan xalqi uchun xizmat qilish vaqti. Kishilik turmush uchunmi vaqt chiqarib tirishimiz kerak, ammo uni hayotning asos maqsadi qilib olmasdan, vatan uchunmi vaqtni, aqlni, bilimini, melini, hatto kerak bo'lganda jinni pido qiladigan oliy tushunchani har zaman unutmasdan zulmdan qutulish, ozodlikni, mustaqillikni qo'lga keltirish irodamizni texnik chingitishimiz va shu g'oyaga yetish uchun tirishchanlik qilishimiz kerak bo'ldi. G'o'lji qirg'inchiligida shahid bo'lgan butkul shahidlarni eslaymiz, xotirlaymiz va shahidlarga oliy ehtirom bildiramiz. Alloh butkul shahidlarni Sharq Turkistonda butun dunyoda shahid bo'lgan, Allohning yo'lida dinni ilohiy kalimatlarni ustun qilish uchun shahid bo'lgan butkul qarindoshlarimizning shahidlarning ruhiga mag'firat tilaymiz va jannatdan o'rin berishini Allohdan tilaymiz. Hammalarga ko'p rahmat. الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا